Agar biz da'vatni to'xtatadigan bo'lsak, yaxshilik eshigi yopildi degan. Shuning uchun da'vatchilarga qarshilik, da'vatchilarni oldini to'sishlik, da'vatchilarni yomonlashlik, da'vatchilarni haqorat qilish, da'vatchilarga tuhmat qilish, da'vatchilarni yomonlash, bular ummatga qarshilik qilayotgan odamlar. Demak, mana shunday haq bilan botil o'rtasida doim kurash bo'ladi. Da'vatchilarga doim qarshilik bo'ladi. Da'vatchilar mana shunga qarab o'zini nima qilishni kerak, tayyorlashni kerak. Odamlarni axloqqa, yaxshi amallarga, ota-onaga yaxshilik qilishlikka, Allohga qullik qilishlikka, Allohni buyruqlarini bajarishlikka chaqiryaptimi? Demak, odam xursand bo'lishni kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqda, hidoyatda, dinimizga, amalda sobit qilsin. Sobit turish, amalda sobit turish, da'voda sobit turish, aqidada sobit turish, Alloh subhanahu va taologa qullikda sobit turish, to'g'ri yo'lni ushlab sobit turish eng muhim va eng kerakli narsa. Zero dinimiz juda ham ko'p oyatlarda, dalillarda dinda sobit turishlikka chaqiradi. Nimaga? Sobit turishlik muhim bo'lganligi uchun. Alloh taologa ibodat qilishlikda sobit turasiz, haqqa da'vat qilishlikda sobit turasiz, ilm olishlikda sobit turasiz, odob axloq yo'lini ushlashlikda sobit turasiz. Sobit turish degani, masalan, odam 5 vaqt namozni doim vaqtida o'qib, nima qiladi? Sobit turadi. Ilm olayotgan bo'lsa, o'sha ilm yo'lida ijtihod qiladi, ilm yo'lida g'ayrat qiladi, himmatini ko'rsatadi. Bu sobit turish degani. Odob axloq degani odamlarga chiroyli muomala qiladi, birovni so'kmaydi, haqorat qilmaydi, birovni masxara qilmaydi. Mana shunda nima qiladi? U sobit turadi. Mana shuni sobit turish deydi. Inson demak sobit turishni kerak. Sobit turganlar yutadi. Sobit turganlarga qo'rquv yo'q. Sobit turganlarga xafalik yo'q. Sobit turganlarga tashvish yo'q. Sobit turganlarga mashaqqat yo'q. Sobit turganlarga yaxshilik bashorati, jannat bashorati beriladi. Bugungi mavzuyimiz da'vatchilarga qarshilik mavzusida bo'ladi. Da'vatchilarga qarshilik. Ya'ni haqqa chaqirayotgan insonlarga qarshilik bo'ladi. Bu Alloh taoloning sunanlaridan, qonunlaridan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelganda Hiro g'oridan Rasululloh qo'rqib keldilar, ha? Jabroil farishta tushib iqro dedi. O'qing dedi. Ma ana biqori'in dedilar. Men o'qishni bilmayman dedilar. Keyin 3 marotaba nima qilgan? Qisgan. Shundan keyin qo'rqib uylariga kelganlar. Uylariga kelganlarida Hadicha onamiz aqlli ayol bo'lgan, Rasulullohga dalda bo'lgan. Siz yaxshi inson bo'lganligingiz uchun, ya'ni bir qancha Rasulullohning yaxshiliklarini, chiroyli xulqlarini sanab o'tib, Alloh taolo sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi deb Allohga qasam ichib aytgan. Va keyin qaranglar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni olib amakilari Varaqat ibn Nafalni oldiga bordi. Varaqat ibn Nafal nasroniy bo'lgan va ilmli bo'lgan inson edi. Ahli kitoblarini o'qigan inson edi Varaqat ibn Nafal. Varaqat ibn Nafalni oldiga olib borganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga Hiro g'orida bo'lgan hodisani aytib berganlarida bu nomus dedilar. Nima degani nomus degani? Namus. Jibril farishta, bu farishta. Bu farishta kimga kelgan? Isoga kelgan. Bu farishta Musoga kelgan. Siz payg'ambarsiz, ya'ni payg'ambarlik vahyi bu. Siz Allohning elchisiz. İnsonlarni ichidan tanlab olgan Allohning payg'ambarisiz. Keyin Varaqat ibn Nafal nima dedi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qavmi o'zlari tug'ilib o'sgan joydan chiqarishligini aytdi. Rasululloh ajablanib nima dedilar? Meni chiqarib yuborishadimi dedilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nima deyishardi ular? Sodiqul amin, to'g'ri so'z, omonatdor, ishonarli.
Yolg'on gapirmaydi, xiyonat qilmaydi, va'dasini ustidan chiqadi, odamlarga yaxshilik qiladi. Rasulullohni faqat ular yaxshilik bilan tanishardi. Rasulullohni faqat ular maqtashardi. Bunga eng katta misollardan biri, misol ko'p. Ka'bani qayta qurishlik ishida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nima qilishdi? Buyuk ishga nima qilishdi? Hakam qilishdi. Bu Muhammad Amin, omonatdor Muhammad bu hakam bo'ladi deyishdi. Holbuki talashib, tortishib turishganida, janjallashib turishganida Hajarul Aswadni qo'yishlik sharafiga ega bo'lishlik uchun men bo'laman. Lekin hammalarini rozi qiladigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hukm chiqardilar, hammasi nima bo'ldi? Rozi bo'ldi. Mana shu misol. Demak, hamma odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ishongan. Rasululloh shuning uchun ajablanib, meni chiqarib yuborishadimi? Ya'ni menga qarshilik qilishadimi? Menga qarshi urushadimi? Menga qarshi qo'l ko'tarishadimi? Meni yomonlashadimi? deb Rasululloh taajjublanganlar. Ha degan Varaqat ibn Nawfal. Ha. Chunki siz olib kelgan narsaga o'xshash narsani kim olib kelgan bo'lsa, unga qarshi nima bo'lgan? Urushilgan, unga qarshi turilgan. Qarang, Varaqat ibn Nawfalning gapiga qaranglar. Varaqat ibn Nawfal nima deyapti? Siz olib kelgan narsani kim olib kelgan bo'lsa, unga nima bo'lgan? Qarshi bo'lgan, qavmi qarshi chiqqan. Payg'ambarlarga qarshi chiqmadimi? Agar sizga qavmingiz qarshi bo'lganda, siz da'vatni yetkazayotganingizda men yosh yigit bo'lsam edi, sizga qattiq men nusrat berardim. Nasron muazzaro degan. Nima degan nasron muazzaro? Qattiq, sobit turib, mustahkam turib sizga yordam berardim. Sizni qo'llab-quvvatlardim. Lekin ozgina o'tmasdan Varaqat ibn Nawfal bo'lgan, vafot etgan. Qarang, demak, Alloh taoloning qonuni siz odamlarni haqqa chaqirganingizda, to'g'ri yo'lga chaqirganingizda, axloq odobga chaqirganingizda, yaxshilikka chaqirganingizda, ma'rifatga chaqirganingizda, Allohni tanishlikka chaqirganingizda, Allohga qullik qilishlikka chaqirganingizda nima qilishadi insonlar? Qarshi chiqadi. Chunki insonlarda nafsi xohlamagan narsani olib kelyapsiz. Insonlarda nafsi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni olib kelgan eng katta mo'jizasi, Rasulullohga berilgan eng katta mo'jiza nima bo'ldi? Qur'oni Karim bo'ldi. Qur'oni Karimni haqligini ular bila turib qarshi chiqishdi. Nimaga? Chunki ularning nafsi xohlamadi. Chunki islomga kirganda o'sha Abu Jahllar, Abu Lahablar, yana boshqalari islomga kirganda but savdosidan, tijoratidan nima bo'lardi? Mahrum bo'lardi. Oddiy odamlar bilan, qul odamlar bilan bir xil bo'lib qolardi. Islom adolati hammasini teng qilib qo'yardi. Ularning nafsoniyati bu narsani xohlamadi. Bilal radhiyallohu anhu, Ammar radhiyallohu anhu, Habbob ibn Aratti, Yasir radhiyallohu anhumlar, bular bilan Abu Jahllar, Abu Lahablar bitta o'rinda bo'lib qoladi. Bu narsani ularning nafsi ko'tarmadi. Shuning uchun ular nima bo'ldi? Dinga qarshi turdi. O'lgunigacha dinga qarshi bo'ldi. Demak, mana shunday haq bilan botil o'rtasida doim kurash bo'ladi. Da'vatchilarga doim qarshilik bo'ladi. Da'vatchilar mana shunga qarab o'zini nima qilishlik kerak? Tayyorlashlik kerak. O'zini tayyorlamaydigan bo'lsa, u tushkun holatga tushib qolishligi mumkin. O'zini tayyorlamaydigan bo'lsa, u og'ir holatga tushishligi mumkin. O'zini tayyorlashlik ma'rifat bilan, bilim bilan bo'ladi. O'zini tayyorlashlik Allohga suyanishlik bilan bo'ladi. Allohga ishonishlik bilan bo'ladi. Payg'ambarlarning yo'lini ushlashlik bilan bo'ladi. Payg'ambarlarga ergashishlik bilan bo'ladi. Payg'ambarlarni o'ziga o'rnak qilishlik bilan bo'ladi. Demak, da'vatchilarga qarshilik bu Alloh taoloning qonuni. Endi bu da'vat eng sharafli amallardan. Men da'vatni muhim ekanligini ko'rsatadigan bir qancha tomonlarga to'xtalaman. Birinchisi da'vatni fazli. Inson da'vatni fazlini bilganda nima qiladi? Ma'naviyatini, ruhiyatini ko'taradi. Chunki o'sha da'vat qilganligi uchun, odamlarni yaxshilikka chaqirganligi uchun unga nima beriladi? Juda ham katta yaxshilik mukofotlar beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? La an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Siz sababli Alloh taolo bitta odamni hidoyat qilishligi qizil tuyalardan ham yaxshi. Qizil tuyalar arablarning ichida eng qimmat tuyalar hisoblanadi. Hozir qaranglar mana, 100 ming dollarlik, 200 ming dollarlik tuyalar bor. Arabni otlari ham, tuyalari ham nima turadi? Qimmat turadi. Ba'zi otlar bor. 100 ming dollarlik, 200 ming dollarlik, 300 ming dollarlik nimalar bor? Otlar bor. Mana shunday
ulovlardan ham, ya'ni mana shunday avtomobillardan ham hozirgi oxirgi modelda, oxirgi marka chiqqan BMW'larga qaranglar, Mercedes'larga qaranglar, necha pul, qancha? O'shalardan ham yaxshiroq degan. Bitta odamni siz sababli Alloh taolo hidoyat qilishlik. Bu da'vatni nimasiga dalolat qiladi? Fazliga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganki: "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin." Alloh taolo nima deyapti? E'tibor beringlar Allohning so'ziga. Alloh taologa da'vat qilib, amali solih qilib, qarang. Da'vat qiladi va da'vatiga o'zi nima qiladi? Amal qiladi. Da'vatchi albatta chaqirayotgan narsasiga nima qilishlik kerak? Amal qilishlik kerak. Da'vat qilib, amal qilib va men musulmonlardanman deb aytayotgan odamning gapidan ko'ra qaysi gap chiroyliroq, qaysi gap go'zalroq? Albatta da'vat qilib, Allohga da'vat qilib, hidoyatga da'vat qilib, amali solih qilib, men musulmonlardanman deb aytayotgan odamni gapidan ko'ra, so'zidan ko'ra chiroyliroq, yaxshiroq, barakotliroq, to'g'riroq gap yo'q. Eng chiroyli gap mana shu gap. Alloh taolo maqtayapti oyatda. Allohga da'vat qilsangiz, odamlar qarshi bo'lsa, odamlar sizga yo'lingizni to'sib, laqablab, yomonlab, sizga qarshilik qilsa ham Alloh taologa da'vat qiladigan bo'lsangiz, siz eng yaxshi, eng chiroyli gapni gapirayotgan bo'lasiz. Eng yaxshi narsaga chaqirayotgan bo'lasiz. Bu da'vatni fazli bu. Da'vatchilarga beriladigan mukofotlar bular. Bu da'vatchini ma'naviyatini ko'taradi. Tolibi ilm olayotgan odam mana shu narsaga nima qilyapti? Tayyorgarlik ko'rib ketyapti. Tolibi ilm hozirgi kunda mana imkoniyat juda ham kengaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol chiqib da'vat qilsa bo'ladi. Hech kim uni oldini to'smaydi. Faqat ilm asosida chiqsin. Chalamulla bo'lib chiqmasin. Chalamulla butun olamni buzadi. Chala domla bo'lib chiqmasin. Chala qori bo'lib chiqmasin. U haqiqatda loyiq bo'lganda, tayyor bo'lganda chiqib insonlarni da'vat qiladigan bo'lsa, juda ham ko'p odamlarda hidoyat topishligiga sabab bo'ladi. Bitta odam hidoyat topib qolsa, chiqing, gapiring. Masalan, Instagramda, TikTokda gapiring. Sizni bitta odam eshityapti, o'sha odam hidoyat topyapti. Sizga qizil tuyalardan ham yaxshi. Qo'ying u abunachisi ko'pi, taqibchisi ko'plarini, prosmotr ko'p olayotganlarni qo'ying, hammasini qo'ying. Bitta odam sizni eshitib, da'vatingizni ta'sirlanib, agar hidoyat yo'liga keladigan bo'lsa, qizil tuyalardan ham yaxshi. Yetadi o'sha sizga. Lekin Alloh taolo barakot beradi albatta. Alloh taolo barakot beradi. Tolib ilm mana shu narsaga tayyorgarlik ko'rmoqligi kerak. Undan keyin musulmonlarning yaxshiligi da'vatda. Bizning yaxshiligimiz da'vatda. Agar ichimizda da'vat bo'lmasa, yaxshiligimiz ko'tarilib ketadi bizda. Chunki amri ma'ruf, nahiy munkar insonni isloh qiladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganki: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah." Sizlar insonlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldilaring. Qarang, bizning barakamiz, bizning yaxshiligimiz, bizning muvaffaqiyatimiz, bizning saodatimiz, bizning baxtimiz mana shu narsada. Nima sababli eng yaxshi ummat bo'ldik? Eng barakotli ummat bo'ldik. Eng yaxshi insonlarga aylandik. Nima sababli? Alloh taolo aytayaptiki, sizlar yaxshilikka buyursizlar va yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar. Agar biz da'vatni to'xtatadigan bo'lsak, yaxshilik eshigi yopildi degan. Shuning uchun da'vatchilarga qarshilik, da'vatchilarning oldini to'sishlik, da'vatchilarni yomonlashlik, da'vatchilarni haqorat qilish, da'vatchilarga tuhmat qilish, da'vatchilarni yomonlash, bular ummatga qarshilik qilayotgan odamlar. Ummatda xayr barakani yo'qotishlikka harakat qilayotgan odamlar. Qancha da'vatchi ko'paysa, odam shuncha xursand bo'lishni kerak. Modomiki u yaxshilikka chaqiryaptimi? Odamlarni axloqqa, yaxshi amallarga, ota-onaga yaxshilik qilishlikka, Allohga qullik qilishlikka, Allohni buyruqlarini bajarishlikka chaqiryaptimi? Demak, odam xursand bo'lishni kerak. Afsuski, ba'zi insonlar buni ko'ra olmaydi. Nimaga? Nimaga ko'ra olmaydi? Chunki uni tushunchasi noto'g'ri. Chunki u boshqariladi.
Chunki u da'vatga qarshi bo'lganlar tomonidan gapirtiriladi. Da'vatga qarshi bo'lganlar tomonidan uni nima qilinadi? Yo'naltiriladi. U o'sha yoqqa qarab ketaveradi. Bu ummatni yaxshiligiga bo'lgan qarshilik bu. Allohning yo'liga bo'lgan qarshilik, da'vatchilarga qarshilik. Keyin yana da'vatning muhimligi, da'vatchining o'rni kattaligi, musulmonlarga nusrat da'vat bilan keladi. G'alaba da'vat bilan keladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va la yansurannallohu man yansuruh, innalloha laqaviyyun aziz." Albatta, nuni ta'kid va lomi ta'kid bilan Alloh taolo aytayaptiki: "Va la yansurannallohu man yansuruh." Allohga yordam berganlarga Alloh taolo albatta nima qiladi? Yordam beradi. Va yana fe'l muzori bilan keltiryapti. Kelajakka dalolat qiluvchi fe'l bilan bu davomiylikka dalolat qiladi. Albatta kim Alloh subhanahu va taoloni dinini yoyishlikka, tarqatishlikka agar harakat qiladigan bo'lsa, mana shu Alloh taologa yordam berishlik. Alloh taolo bizni yordamimizga muhtoj emas, bizni bir narsamizga muhtoj emas. Bu joyda yordam kalimasi ishlatilyapti. Chunki bu amal buyuk amal. Kim Alloh taoloning dinini tarqatishlikka, yoyishlikka, odamlarga yetkazishlikka agar harakat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga yordam beradi. Qarang, da'vat bilan nima kelyapti? Nusrat kelyapti. Shuning uchun payg'ambarlarga nima keldi? Nusrat keldi. Nimaga payg'ambarlar da'vat qilganligi uchun? Qancha solih insonlarga nusrat keldi. Nimaga? Allohning yo'liga chaqirganligi uchun. Kim Allohning yo'liga chaqirsa, amal qilib, bunda sobit tursa, albatta Alloh taolo yordam beradi. Chunki Alloh taolo laqaviyyun aziz. Qaviy degani kuchli degani. Allohning yo'lini ular to'sa olmaydi. Allohning diniga, da'vatchilarga qarshi bo'layotganlar, to'g'rilikka chaqirayotganlarga qarshi bo'layotganlar, ular bilib qo'ysinki, ular Alloh taologa qaviy bo'lgan zot Alloh taologa qarshilik qilyapti. O'zlaricha bir bahonalarni topib u qilyapmiz, bu qilyapmiz deb bir yo'llarni izlashligi mumkin. O'zlarini haligi ongi bilan tushunayotgan mantiqchalarini ishlatishligi mumkin. Lekin ular bilib qo'ysinki, yaxshi odamlarga qarshilik qaviy bo'lgan zot, aziz bo'lgan zot Alloh taologa qarshilik hisoblanadi. Alloh taolo bunaqa odamlarni albatta xor qiladi. Da'vatsiz, amr ma'rufsiz to'planishlarda yaxshilik yo'q. Amr ma'rufsiz, da'vatsiz yig'ilishlarda yaxshilik yo'q. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas." Ularning ko'p suhbatlarida, gaplarida yaxshilik yo'q deyapti Alloh taolo. Ko'p gaplarda haqiqatda yaxshilik yo'q. Odamlar to'planib o'tiradi, choyxonalarda o'tiradi, to'yxonalarda o'tiradi. Hozir mana endi ijtimoiy tarmoqlarga chiqib olib, onlaynda ochib olib o'tirishibdi. Kimidir g'iybat qilishadi, kimidir yomonlashadi, tortishadi, bahs qiladi. 2 soatlab, 3 soatlab kerak bo'lsa 5 soatlab o'tiradi. Alloh taolo bu narsalarda yaxshilik yo'q deyapti. Yaxshilik yo'q. Baraka yo'q, foyda yo'q. Yaxshilik yo'q degan foydasi yo'q degan. Haqiqatda qarasangiz 3 soatlab o'tirib bahs qilgan, natija nima desangiz, natija yo'q. Aqlli odam bilib turadi uni foydasi yo'qligini. Uni isbotlash shart emas, aqlli odam bilib turadi o'zi. Nima foydasi bo'ldi? Foydasi yo'q. Alloh taolo foydasi yo'q deyapti, barakasi yo'q. Illo magar kim agar yaxshilikka buyurgan bo'lsa, man amara bi sadaqatin. Odamlarga yaxshilik qilinglar, qiylanganlarga yordam beringlar. G'azo ahliga yordam beringlar, muhtojlarga yordam beringlar deb yaxshilikka chaqirayotgan bo'lsa, yoki ma'rufga buyurayotgan bo'lsa, odamlarni da'vat qilib, yaxshi ishlarni qil, yomon narsalardan saqlan, ho'y, qimordan saqlan, ho'y, ko'pik festivalini to'xtat, ho'y, pivo festivalini to'xtat. Bu nima foydasi bor? Xalqqa zarari bor buni deb. Mana bu diskoteka xonalar, barlar, masajxonalar bularni yop. Berkit deb shu narsaga agar chaqirayotgan bo'lsa, buyurayotgan bo'lsa, mana shu odam yaxshilik qilyapti. Albatta bular hikmat bilan. Albatta hikmat bilan. Va insonlarning orasini isloh qilayotgan bo'lsa, mana shunda yaxshilik bor. Bo'lmasa yaxshi, bu to'planishlarda, jamlanishlarda, o'tirishlarda umuman yaxshilik yo'q. Unaqa joylardan ehtiyot bo'lish kerak. Musulmon odam o'zini vaqtini zoya qilmaslik kerak.
Va yana da'vatchini o'rnini muhim ekanligini ko'rsatuvchi sabablardan biri da'vat hikmat bilan bo'lishligi kerak. Agar da'vat hikmat bilan bo'lsa, juda ham katta foyda beradi. Agar hikmatsizlik bilan bo'lsa, juda ham katta zarar berishligi mumkin. Da'vat hikmat asosida bo'lmoqligi kerak. Hikmat degan nima degani o'zi? Hikmat har bir narsani o'zini o'rniga qo'yish degani. Siz kimni da'vat qilyapsiz? Nimaga da'vat qilyapsiz? Qachon da'vat qilyapsiz? Qaysi o'rinda da'vat qilyapsiz? Bu narsalar albatta bilishligingiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalga Yamanga yuborganlarida nima dedilar? Siz ahli kitobdan bo'lgan qavmning oldiga ketyapsiz, ha? Ya'ni ular tanib oling, kimligini bilib oling. Birinchi ularni la ilaha illallohga buyuring, chaqiring va birinchi chaqirishlik kerak bo'lgan narsani ham bilib olishlik kerak. Itoat qilsa namozga chaqiring, itoat qilsa zakotga chaqiring. Qarang, musulmon odam albatta qayerga ketyapti, nima qilyapti, kimni da'vat qilyapti bilishligi kerak. Yo bo'ldi, ilmim bor ekan deb chiqib olib turib, shatir-shutur gapirib olmaslik kerak. Hikmatni ishlatishlik kerak. Hikmatni ishlatishlik juda ham ko'p xayr barakaga sabab bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda, masalan, ba'zi narsalarga chaqirishlik nima bo'ladi? Zarari ko'proq bo'lib qoladi odamlarning johilligi sababli. O'sha o'rinda siz har xil uslubda kelasiz, har xil yo'nalishlarga qaraysiz, e'tibor berasiz. Mana shu tomondan kirib borasiz. Buning uchun biz kimlarga muhtojmiz? Olimlarni, da'vatchilarni tajribalariga muhtojmiz. Olimlarni, da'vatchilarni yo'lini qaraydigan bo'lsak, ular shuni ustida ishlagan, shuni ustida harakat qilgan, ular bizga to'g'ri yo'lni, chiroyli yo'lni ko'rsatib beradi. Hikmatni ishlatishning juda ham muhim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'vatlariga qaraydi. Rasululloh qanday uslubni qo'lladilar? Masalan, Toifga borganlarida Toif ahlini da'vat qildilar. To'g'rimi? Toif ahlidan hech kim ergashmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda og'ir holatga tushib qoldilar. Qaranglar, Rasulullohga og'ir holatni kelishligi mahzun yili bo'ldi, xafalik yili. Abu Talib vafot etdi. Ular 3 yil nimadan chiqishdi? Qamaldan chiqishdi, ya'ni muqotaadan, baykotdan 3 yil qolib barglarni yeb chiqishdi. Abu Talib vafot etdi bundan keyin. Rasulullohga himoyachi bo'lgan, Rasulullohning yordamchisi bo'lgan Abu Talib. Bundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida dalda bo'lib, tayanch bo'lib turgan ayollari Hadija onamiz vafot etdilar. Ikkita eng yaqin odamlarni yo'qotdilar. Bundan keyin Rasulullohga ozor ko'payib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerga chiqdilar? Toifga bordilar. Toif ahlini da'vat qilganlarida qabul qilishmadi, toshbo'ron qilib olishdi. Tosh otishdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning muborak oyoqlari qonadi. Hatto Toifga chiqqanlaridan keyin Makka ga kira olmay qoldilar. Makka ahli kirgizmadi. Keyin Mutaym ibn Adiyni vositasi bilan u himoyasiga oldi Rasulullohni. U o'sha Makkada gapi olinadigan Makkaning oqsoqollaridan edi. Gapi olinadigan insonlardan bo'lganligi uchun Rasululloh uni himoyasidan foydalandilar va u sababli Rasululloh Makka ga kirdilar va u himoya qildi Rasulullohni. Chunki arablarning qonuni bo'yicha kim bir odamni himoyasiga oladigan bo'lsa, boshqa odamlar unga tegishligi mumkin emas. Bu narsa hozir ham bor, hozir ham ishlayapti. Ba'zi arab mamlakatlarida. Rasululloh mana shunday holatga tushdilar. Lekin mana shu joyda muhim joy, kerakli joy, Mutaym ibn Adi keyin vafot etgan, ya'ni kufr holatda kofir bo'lib ketgan. Badr jangi bo'lganda bilasizlar, mushriklardan asirlar tushgan. Nechta asir tushgan? 70 ta asir tushgan. Shular haqida agar Mutaym ibn Adi tirik bo'lib gapirganda men bularni qo'yib yuborardim deganlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim yaxshilik qilgan bo'lsa, albatta uni javobini berganlar. Ya'ni u odamni ham yaxshilik bilan nima qilganlar? Yaxshiligiga yaxshilik qaytarganlar. Bu Rasulullohning sunnatlaridir. Mana shunday tushgan holatga tushdilar. Toif ahli Rasulullohga qarshilik qildi. Shunda Jabroil va tog'lar farishtasi kelib, "Buyuring, aytganingizni qilamiz" deyshganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toif ahlini duoibat qildilarmi? Yo'q. Shoyat bulardan ham nimalar chiqardilar? Yaxshilar chiqar. Haqiqatda yaxshi odamlar chiqdi. Qarang Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hikmat ishlatganliklarini. Duoibat qilmadilar, qarg'amadilar. Yomonlikni xohlamadilar. Da'vatchi mana shunday bo'lishni kerak. Da'vat yo'lida albatta unga toshlar otiladi. Ma'naviy, ruhiy, jismoniy har qanaqa ozorlar beriladi. Uni terrorist deyiladi, uni radikal deyiladi, vahobiy deyiladi, u deyiladi, bu deyiladi. Uni qora qilib ko'rsatishga harakat qilinadi. Uni yomon qilib ko'rsatishga harakat qilinadi. Nimaga? Undan odamlarni to'sib qo'yishlik uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lekin nima qilmadilar? Duoibat qilmadilar. Da'vatchi mana shunday bo'lishni kerak, hikmat ishlatishni kerak doim.
Duoibat qilmasdan Alloh taolo ularni hidoyat qilganda duo qilishlik kerak. Ularni foydasiga duo qilishlik kerak. Chunki payg'ambarlarning yo'li bu. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'li. Va yana Rasulullohning hikmat ishlatishliklaridan bir odam kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga johil odam, ya'ni kimga nimani yetkazyapsiz? U odamning holati qanaqa? Johilligi, bilmasligi qanday o'rinda? Buni bilib olishni kerak da'vatchi odam. Shuning uchun ulamolar aytadiki, yosh bolalarga da'vat qilayotganda ularni tilida qilishni kerak deydi. Soddalik, ularni tilida nima qilib olish kerak? Tushib olishga, kirib olish kerak deydi. Katta odamlarga qilayotganda ularga munosib qilishlik kerak deydi. Ilmli odamlarga gapirayotganda ilm bilan gapirishlik kerak, munosib qilishlik kerak. Har bir joyda o'zining nimasi bor, maqoli bor. Har bir joyning o'zining o'rni bor gapiriladigan gap. Bitta joyda gapiradigan gapingizni boshqa joyda gapira olmasligingiz mumkin. Nimaga? Chunki u joyga to'g'ri kelmaydi u gap. Ali radhiyallohu anhu nima degan? Haddisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukazzaballohu va rasul. Insonlarga bilgan narsasini gapiringlar. Alloh va Allohning rasuli yolg'onga chiqarilishligini xohlaysizlarmi? Ilm degani gapirib yuborur, qo'yib yuborur degani emas. Ilm degani hikmat bilan gapir degan. O'rniga qarab gapir degan. Foydali bo'lgan joyda gapir. Foydali bo'lmagan joyda gapirmaslik kerak. Odam o'zini muhosaba qilishni kerak. Ba'zi o'rinlarda masalan shayton gapir deydi. O'sha paytda riyoda olib keladi, sumani olib keladi. O'sha joyda sukut qilishlik kerak. Yoki niyatini to'g'rilab turib gapirishlik kerak. Qancha salaf solihlardan keladi gapirmaganligi. Nimaga gapirmagan? O'sha paytda vasvasa kelgan, riyo vasvasasi, suma vasvasasi kelgan. Odamlar uchun bo'lib qoladi deb turib gapirmagan. Va odamlarning holatini albatta bilishni kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir odam keldi. "Ey Rasululloh, men sajda qilmasdan namoz o'qishlikka bay'at beraman" dedi. Arablarda chunki boshni yerga qo'yishlik xorlik belgisi edi. Bular buni qilishlikka nima qiladi? Ba'zilari or qilardi. Shuning uchun men sajda qilmasdan namoz o'qiyman deganda Rasululloh sallam tur yo'qal, sajdasiz namoz yo'q. Yo'qal deb haydadilarmi? Yo'q, bay'atini oldilarda islomga kirsin dedilar. Keyin nima bo'ladi? Isloh bo'ladi. Qarang, odamlarning holatiga e'tibor beryaptilar. Bundan keyin bitta odam keldida, "Ey Rasululloh, men bay'at beraman, lekin 5 mahal namoz o'qolmayman, 2 mahal o'qiyman." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ham haydamadilar. Namoz 5 mahal, islom 5 mahal namozni buyuriydi. 2 mahal yo'q namoz deb turib haydamadilar, balki bay'atini oldida kirgizdilar. Ular hammasi keyin namozni nima qildi? Tamomiy qildi, komil qilib o'qidigan bo'ldi. Ha, da'vatchi mana shunday bo'lishni kerak. Siyosatni o'rnida ishlatishni kerak, hikmatni o'rnida ishlatishni kerak. Bunga dalil Alloh taolo aytadiki: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Robbingizning yo'liga hikmat bilan va chiroyli mau'iza bilan, chiroyli da'vat bilan chaqiring deyapti. Hikmat. Hikmatda aytganimizdek, har bir narsani o'zini o'rniga qo'yib nima qilasiz? Yetkazasiz. Har bir joyda o'zining o'rni bor. Har bir xalqni beriladigan narsasi bor. Saudiyaliklarga yoki turkiyaliklarga aytishlik mumkin bo'lgan narsani siz O'zbekistonda ayta olmaysiz. Nimaga? Zarari ko'proq bo'lganligi uchun. Foydasi bo'lmaganligi uchun yoki odamlar tushunmaganligi uchun. U masala. Odamlarga tushunadigan qilib gapirasiz yoki odamlarga boshqa narsani gapirasiz. Buni da'vatchi nima qilishlik kerak? Bilishlik kerak. Da'vatchi bilishlik uchun nima qilishlik kerak? Ilm olishlik kerak. Da'vatchi bilishlik uchun nima qilishlik kerak? Da'vatchilarning, olimlarning tajribasini o'qigan bo'lishlik kerak. Da'vatchi buni bilishlik uchun nima qilishlik kerak? Ustoz ko'rishlik kerak. Ustozni oldida o'rganadi bu narsalarni. O'z-o'zidan bu narsalar paydo bo'lib qolmaydi. Robbingizning yo'liga chiroyli da'vat va hikmat bilan chaqiring. Va ular bilan chiroyli yo'lda mujodala qiling. Ya'ni ularga haqni yetkazishlikda, ular bilan o'sha bahs qilishlikda nima qiling? Chiroyli uslubni qo'llang deyapti. Chiroyli uslubda. Eng ahsan degan nima degan? Eng go'zali degan. Tanlab ichidan nima qilasiz? 3 ta turgan bo'lsa, ichidan eng yaxshisini olasiz. 2 ta turgan bo'lsa, bittasini nima qilasiz? Olasiz. 5 ta turgan bo'lsa, 5 tani eng yaxshisini tanlab olasiz ichidan. Eng yaxshi uslub, eng yaxshi gap, eng yaxshi ta'sirli joyi mana shu narsalarni tanlab olasiz. Chunki Alloh taolo mana shu narsaga buyuryapti. Albatta Robbingiz adashganlarni, o'zini yo'lidan adashganlarni bilguvchidir va u hidoyat topuvchilarni ham, ya'ni hidoyat yo'lida yuruvchilarni ham, hidoyat ahli bo'lgan insonlarni ham biluvchidir. Da'vatga qarshilik bu Alloh taoloning qonuni. Da'vatchilar buni bilishni kerak. Buni bilsa keyin shunga qarab nima bo'ladi?
harakatini oladi. Bo'lmasam da'vatni tashlab ketib yuborishligi mumkin. Qarshilik bu Allohning qonuni. Da'vatchilar da'vat qilayotganda hattoki unga yordamchilarni topmasdan bir o'zi qolishligi mumkin. Bir o'zi, yakka o'zi qoldi. Hech kim yo'q uning yonida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Qiyomat kuni ba'zi payg'ambarlar keladi, unga ergashgan odam yo'q. Bir o'zi turadi, yakka o'zi. Kim u? Payg'ambar u. Payg'ambarning oldida biz kimmiz? Payg'ambar yakka o'zi turibdi. Hech kim ergashmagan. Payg'ambar suskashlik qilganmi? Yo'q. Biz suskashlik qilgan bo'lishligimiz mumkin, lekin payg'ambar suskashlik qilmaydi. Biz zaiflik qilgan bo'lishligimiz mumkin. Biz dangasalik qilgan bo'lishligimiz mumkin. Biz ish yoqmaslik qilgan bo'lishligimiz mumkin. Lekin payg'ambarlar bu narsalardan nima? Pok. Shunga qaramasdan bir kishi ham ergashmadi ularga. Suskashlik qildimi, yo'q qilmadi. Demak, da'vatga qarshilik bo'ladi va siz bu yo'lda bir o'jiz qolib ketishligingiz mumkin. Bir o'jiz qolib ketasiz. Hech kim bo'lmaydi. Alhamdulillah bizi atrofimizda yordamchilarimiz bor. Bizi atrofimizda bizni qo'llab-quvvatlab turgan insonlar bor. Lekin bir o'jiz ham qolishingiz mumkin. Mana shunga tayyor bo'lishi kerak da'vatchi. Oyatlarni qarasangiz, juda ham ko'p oyatlarda Alloh taolo aytadiki, ular Allohning yo'lidan to'sadi. Ular Allohning yo'liga qarshilik qiladi. Ular Allohga qarshilik qiladi deydi. Demak, bu bizga manhaj bu. Bu bizga nimani o'rgatadi? Ha, bu yo'l shunaqa bo'ladi degan. Tinmay qarshilik bo'ladi. Ko'p oyatlarda Alloh taolo shuning uchun qarshilik bo'lishligini, da'vatga, islomga, dinga qarshilik bo'lishligini aytdi. Qarshilik bo'ladi. Qiyomatgacha qarshilik bo'ladi va kurash qiyomatgacha davom etadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatimdan bir toifa inson haqni ustida davom etadi deganlar. Ularni qarang, e'tibor beringlar. Ularni ichidan bo'lganlar ham yordamsiz tashlashligi va tashqaridan bo'lgan qarshilik ularni nima qilmaydi? To'xtatmaydi bu yo'l. To'xtatmaydi. Demak, ichidan ham qarshilik bo'ladi, munofiqlar chiqadi. Dushmanni planini bajaradigan, dushmanga sotilgan xoinlar ham chiqadi. Va tashqaridan dushmanlar ham chiqadi. Qarshilik bo'ladi, lekin ular haqda doim bo'ladi. Mana shunday insonlardan bo'lishni kerak. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasululloh vallohu ya'lamu innaka la rasuluhu vallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun." Agar munofiqlar sizni oldingizga kelsa aytishadiki, biz guvohlik beramizki, siz Allohning rasulisiz. Qarang, nima deyapti? Allohning rasulisiz deyapti. Munofiqlar ular. Lekin Alloh taolo ularni kim deyapti? Munofiqlar, 200damachilar. Qalbida iymon yo'q, tilida, tashqarida, yuzaki islomini ko'rsatadi. Lekin qalbda hech narsa yo'q, qalbida kufr bor. Munofiqlar keladiki, Allohning rasulisiz deydi. Alloh taolo biladiki, albatta siz Allohning rasulisiz. Alloh guvohlik beradiki, munofiqlar yolg'onchilardir. Ular kazzob ular. Qarang, ichingizda bo'ladi bular. Alloh taolo nima deyapti? Kelib aytadi deyapti. Hattoki Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning kimi bo'lgan bilasizlarmi? Boshlig'i bo'lgan. Rasululloh namoz o'qiganlarida Rasulullohning orqasida birinchi safda o'qigan bo'ldi. Lekin juda ham ko'p o'rinlarda fitna qildi. Juda ham ko'p o'rinlarda Rasulullohga tili bilan nima qildi? Ma'naviy ozor berdi. Rasululloh to'xtadilarmi? To'xtamadi. Musulmonlar to'xtadimi? To'xtamadi. Demak, bu Allohning qonuni nima bo'ladi? Qarshilik bo'ladi. Mana shunday qarshiliklar bo'ladi. Munofiqlar chiqib qarshilik qiladi. Sotqinlar chiqib, xoinlar chiqib qarshilik qiladi. Da'vat yo'lida sabot va sabr bilan turish. Bu ham juda ham muhim narsa. Da'vat yo'lida sabr qilasiz. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birga. Sabr qilmasangiz yura olmaysiz. Sabr qilmasangiz davom eta olmaysiz. Sabr qilishligingizga juda ham ko'p narsalar nima qiladi? Buyuriydi. Ya'ni bu narsani ko'rsatadi sizga. Oyatlar bo'lsin, hadislar bo'lsin yoki olimlarda sabri bo'lsin, ulamolarda sabri bo'lsin, da'vatchilarda sabri bo'lsin. Hatto qamalib ketsa ham nima qiladi? Sabr qiladi. Chunki shungacha borishligi mumkin. Alloh taolo aytadiki: "Vasbir va ma sabruka illa billah va la tahzan alayhim va la taku fi dayqin mimma yamkurun innalloha ma'al ladina taqaw val ladina hum muhsinun." Sabr qiling. Sabringiz Alloh bilan bo'lsin. Ya'ni Allohga suyaning, Allohga bog'laning.
Sabr degani nafsni ushlash degani. Ularga xafa bo'lmang. Ularni islomga kirmaganligi, islomga qarshi bo'lganligi, sizga qarshi bo'lganligi, da'vatingizga qarshi bo'lganligi uchun xafa bo'lmang. Va ular hiyla qilayotgan narsalardan siz bir tanglikda, torlikda bir shak shubhada ham bo'lmang. Ular hiyla qilyapti, makr qilyapti. Bu narsalarga aldanmang. Bu narsalarga siqilib qolmang deyapti Alloh taolo. Siqilib qolmang bu narsalar. Makr qiladi. Chunki Alloh taolo makr qilganligi uchun, ular noto'g'ri yo'lga chaqirib, da'vatchilarga qarshi bo'lganligi uchun o'zini payg'ambariga eslatyapti, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga eslatyapti. Siqilmang ularni qilayotgan ishga. Makriga, hiylalarga siqilmang. Da'vatchini oldini to'sishlik uchun makr hiylalar qilinadi. Siqilmaslik kerak. Alloh taolo bizlarga nima beryapti? Ko'rsatma beryapti. Albatta Alloh taolo taqvodorlar bilan va muhsinlar bilan birga. Ya'ni sabr qilsiz, ularni makr hiylalariga siqilmasiz, sobit tursiz, Alloh taolo taqvodorlar bilan birga. Ya'ni mana shunday taqvo qilganlarni Alloh taolo qo'llab-quvvatlaydi va muhsinlar bilan birga. Ya'ni muhsinlar xolis Alloh uchun da'vat qilgan, Alloh uchun amal qilgan, Alloh uchun harakat qilgan, Alloh uchun mehnat qilgan va Allohning rasuliga ergashgan. Alloh taolo bular bilan birgadir. Bu qarshilik, da'vatga bo'lgan qarshilik, da'vatchiga nima bo'lishini kerak? O'zi aslan ruhiyat bo'lishi, motivatsiya bo'lishini kerak. Qancha qarshilik bo'lsa, shuncha nimani ko'paytiraverishi kerak. Da'vat kuchaytiraverishni kerak. Qancha qarshilik bo'lib, uni to'sib, oldini yopib, berkitib, tamomiy yopib, bitta teshik qolgan bo'lsa, o'sha teshikdan chiqarish kerak, ovoz chiqarish kerak o'sha teshikdan. To'xtamaslik kerak. Chunki bu yo'l haqiqati, mohiyati shunday bo'lgan yo'l. Umuman to'xtamaslik kerak. Quvvatni olaverishlik kerak. Ularning qarshiligidan quvvat olishlik kerak. Ularning yomonlashidan, oldingizni to'sishligidan quvvat olishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Makkadagi holatni bilamiz. Juda ham og'ir holatlar bo'ldi, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtadilarmi? To'xtamadilar. Bir soniya to'xtamadilar. Bir soniya. Hatto Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilar Abu Tolibga bosim qildi. Jiyaningni to'xtat, bo'lmasa yomon bo'ladi. Jiyaningni to'xtat, bo'lmasa yomon bo'ladi. Bizni qachongacha yomonlaydi? Bizni qachongacha ota-bobomiz dinlarimizni, ota-bobomiz yo'lini adashgan deydi. Qachongacha bizni u qiladi, bu qiladi, to'xtat, bo'lmasa yomon bo'ladi deganda Abu Tolib ham qiynalib ketdi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdiki: "Ey jiyanim, men toqatimdan yetmagan narsani menga yuklama." Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ey amakijon, ey amakijon, agar ular shu da'vat yo'lini to'sishlik uchun quyoshni 10 yelkamga, oyni chap yelkamga qo'yishsa ham, men to bu dinni Alloh oliy qilmagunigacha yoki o'lmagunimgacha to'xtatmayman. Yoki o'lib halok bo'laman, shungacha to'xtatmayman. Qarang Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sobit turishligini. Qiyinchilik, bosim, Rasulullohni yaqinlariga bosim bo'lyapti. Keladi ular ham bosim qiladi, dadasiga keladi, to'xtasin. Bola o'qitishni to'xtasin, da'vatni to'xtasin, uni to'xtasin, buni to'xtasin. O'zi yaxshi bo'ladi, bo'lmasa ertaga qamaladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb turib bosim qiladi. O'sha paytda nima qilishlik kerak? U motivatsiya bo'lishlik kerak. U ruhiyatni, sabotni kuchaytirishlikka nima bo'lishlik kerak? Yo'l bo'lishlik kerak. Chunki payg'ambarlarning yo'li mana shunday bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana shunday bosim bo'lganda Rasululloh nima dedilar? To'xtatmayman dedilar. Hattoki meni yo'limni to'sishlik uchun o'ng tomonimga, quyoshni chap tomonimga, oyni qo'yib qo'yishsa ham, ya'ni meni yo'limni tamomiy berkitsa ham, shunchalik katta narsalar bilan, og'ir narsalar bilan to'ssa ham, men to'xtatmayman. To Alloh bu dinni oliy qilmagunigacha yoki men halok bo'lib o'lib ketgunimgacha dedi. Yo o'lib ketaman, yo shahid bo'laman, yoki dinni Alloh taolo oliy qiladi. Mana shunday sabot kerak. Mana shunday sabot kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu sabotlarini ko'rgan sahobalar ham nima qildi? Sabot bilan turdi. Habbob ibn Aratti radhiyallohu anhu temirchi edi. Orqasiga temirlar, cho'g'lar bosilgan. Lekin dinidan qaytdimi? Qaytmadi. Bilal radhiyallohu anhu
Jazirama issiqda, hozir Arabistonda mana yozda turibmiz. Boring, jazirama cho'lga chiqingchi, qana holatni ko'rasiz. Issiq olib chiqib olib tepasiga qaynab turgan toshni bostirishdi. O'sha paytda ham ahad ahad dedi. Alloh yakkadir, Alloh birdir, yagonadir. Yo'lidan qaytmadi. Yo'lidan qaytmadi. Mana shunday bo'lishlik kerak. Ammor ibn Yosir, otalari Yosir ko'zlarini oldida o'ldirib yuborildi. Onalari Sumayya ko'zlarini oldida qatl qilindi. Ular islomda birinchi shahidlar bo'ldi. Lekin qaytdimi yo'lidan? Qaytmadi. Mana shunday nima bo'ladi? Qarshilik bo'ladi. Bu qarshiliklar hammasi bizni ma'naviyatimizni ko'tarishlik kerak. To'g'ri, odamga ta'sir qiladi, odamga ta'sirini o'tkazadi, lekin o'sha paytda Allohga bog'lansa, payg'ambarlarning hayotiga qarasa, solihlarning hayotiga qarasa, da'vatchilarning hayotiga qarasa, u nima oladi? Motivatsiya oladi. U ruhiyatini, ma'naviyatini ko'taradi. Mana shunday bo'lmoqlik kerak. Chunki da'vat yo'li shu. Bu yo'lga biz nima uchun chiqdik? Bu yo'lga biz Alloh taoloning roziligini topishlik uchun chiqqanmiz. Bu yo'lga mansab topishlik uchun, bu yo'lga bir lavozimga ega bo'lishlik uchun, dunyo topishlik uchun, obro' topishlik uchun, hurmat topishlik uchun emas, Allohning roziligini topish uchun chiqqanmiz. Shuning uchun Allohning roziligi uchun bo'lgan narsa doim nima bo'ladi? Davom etadi. Lekin mansab uchun bo'lsa, obro' uchun bo'lsa, dunyo uchun bo'lsa, bu to'xtaydi, bu davom etmaydi. Davom etishlik uchun faqat xolis bo'lishlik kerak. Da'vatchi xolis bo'lishlik kerak. O'laydigan bo'lsa inshaalloh nima bo'ladi? Shahid bo'ladi. O'laydigan bo'lsa shahid bo'ladi. Bu oliy daraja, bu oliy maqom. Fustu bi robbi Ka'ba deb sahoba aytgandek, qilich shuni qoniga urilganda, shuni joni chiqayotganda nima dedi? Fustu bi robbi Ka'ba dedi. Ka'baning Robbisiga qasamki men yutdim dedi. Erishdim dedi. Shu uchun yashagan. Shu uchun erishgan. Mana shunday bo'lmoqlik kerak da'vatchi. Mana shunda, ya'ni odamlar ham mana shunga qarab nima qiladi? Da'vatchidan ta'sirlanadi. Uni yo'liga ergashadi. To'g'ri, ergashuvchilar oz bo'lishligi mumkin. O'zi yaxshilik yo'lida yuradiganlar oz bo'ladi. Ularni ko'pligi, abunachisi ko'pligi, prosmotri ko'pligi hech qachon odamni xavotirga tushirmaslik kerak. Qalilun min ibadiy shakur deydi. Shukr qiluvchi, Alloh taolo aytadiki, meni shukr qiluvchi bandalarim juda oz bo'ladi. Va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Ularning ko'pi Allohga shirk keltiradi. Ko'pi deyapti Alloh taolo. Shukr qiluvchilar ham oz bo'ladi. Payg'ambarlarning atbolariga qaraydigan bo'lsangiz, ozchilik bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada bilasizlar, Arqam ibn Abi Arqamning hovlisini da'vatni yoyishlik uchun tanlaganlar. Arqam ibn Abi Arqamning hovlisi uyi Makkani qoq markazida bo'lgan, qoq sentrida bo'lgan. Rasululloh strategik jihatdan uni o'sha joyda qasd qilgan. Ayrim odamlar, ozchilik odamlar musulmon bo'ldi. Juda ozchilik musulmon bo'ldi, lekin o'sha ozchilik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin ikkita imperiyani nima qilib oldi? Qulatib oldi. Ikkita imperiya. Hayotda o'zgartirish qiladiganlar bular ozchilik odamlar bo'ladi. Insonlarning ko'pi ergashuvchi bo'ladi, ergashib ketaveradi. Kim kuchli bo'lsa, kim g'olib bo'lsa, o'shanga qarab ergashib ketaveradi. Shuning uchun insonlarning ko'pi bir tomonda bo'lganligi odamni xavotirga tushirmaslik kerak. Alloh taolo aytayapti: "Qalilun min ibadiy shakur." Shukr qiluvchi bandalarim oz deyapti. Juda ham oz Alloh taoloning shukr qiluvchi bandalar. Alloh taolo mana shu bandalardan qilishlikni Alloh taolodan so'raymiz. Alloh taolo da'vat yo'lida, haq yo'lida, ilm yo'lida, hidoyat yo'lida, ixlos yo'lida, sidq yo'lida, tavfiq yo'lida Alloh taolo hammalarini sobit qilsin. Alloh taolo bu din, Alloh taoloning dini bu. Da'vatchilar bo'lmasa ham Alloh taolo dinini oliy qilaveradi. Allohning dini da'vatchilarga, unga yordam berishlikka, dinni tarqatishlikka muhtoj emas. Biz muhtojmiz. Biz Allohga qullik qilishligimiz uchun, Allohning roziligini, rahmatini topishlik uchun biz muhtojmiz. Vallohi agar mana shu ishni qiladigan bo'lsa, Alloh taolo bizga nima beradi? Sharaf beradi. Dunyo va oxiratda Alloh taolo sharaf beradi. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.